Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bizda tayyor kotellarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shuncha kotel bor. Bundan tashqari yana yig'uv jarayonida. Xo'p, kamiga mana bu yerda ikkita Turkiyaning Eja firmasidan servisga kelgan, bu ham tayyor. Buni endi egalari bor, olib ketishadi. Tayyor bo'lib kirgan. Xo'p, bu ham yig'uv jarayonida 35 talik gibridimiz. Bitta bor bu sotildi, bu yangi keldi. Bu kotellarimiz. Mana bunisi hozir yangi kecha kelgan yig'uv jarayonida bitta turganda, u sotilib ketdi. Mana ikkitasi bor hozir. Mana ham sotildi, tepasiga yozib qo'ydik. Mana bitta qoldi. Hop, 20 talik T7larimiz. 28 talla, T6, 22, 28 talla ko'rishlar mumkin. Mana tepadagilar bular yangi. Ya'ni yangi degan nima deydi? Qozoni yangi, hop, sirkulyatsiya nasosi yangi, ichida turklari yangitdan qo'yilgan, to'plab meniki yangi qo'yilgan. Endi ko'pchilik so'rashi mumkin, aldayapsan, turkasi yangi bo'lmaydi. Mana turkalarga qanaqasi kerak? Hamma turki yangi. Behijolat. Bu degani bitta endi korpusi o'ziniki bo'ladi, lekin korpusni ham mana ko'rib turibsizlar. Hammasini ichi shunaqa bo'ladi. Gubkalari yangilanadi o'zimizda. Как положено barxalar kraskalanadi. Yozuvlar, emblema, briktlar hammasi как положено bo'ladi. Zavod ham даже shu darajada chiqadi, endi chiqarsa. Bundan ko'pi bo'lmaydi mana. Как положено magnetlari ham ishlaydi. Ochiq yopilishlari, behijolat mana turishlari. Hamma knopkalar ishlaydi, boshqasi bemalol. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib, aloqaga chiqib, manzil so'raganlarga manzil Namangan viloyat Mingbuloq tumanida.